Hozirgi kunda juda ham rivojlangan grija ko'pchilik ayollar 70% ayollarda hozir grija bo'lib ketyapti. Ko'p savol berishadi, darslaringiz davomida grijali ayollar bilan ham shug'ullanasizmi? O'sha darsni biz shunaqa tuzdik. Aynan grijasi borlarniki asosan yaxshi bo'lib ketishi uchun. Chunki grijasi borlarga yaxshi ish bo'lishi uchun ishlasak, boshqalar grija bo'lmaydigan holatga olib keladigan mavzular va temalar, mashqlar ketma-ketligida dars o'tiladi. Nimaga grija? Sabablaridan bittasi periduralka. Tug'ruq paytida poзвоночникdan olinadigan periduralka ham juda ham katta soppa-sog' ayolga ham zarar beradi. Periduralka allergiya bo'lib qolishini tezlashtiradi va grija bo'lib qolishini ta'minlaydi. Birinchi o'rinda iloji boricha og'riq juda ham kuchli bo'lgan taqdirda ham inson o'zi tug'ishga harakat qilish kerak. Bilaman, hozir og'riqligiga ko'pchilik chidolmaydi, shuning uchun darrov periduralka qilib yuboringlar deb yorishadi, lekin keyinchalik belni ko'tara olmaydigan asoratlarga olib kelishadi. Ikkinchi sababi bu kalsiyni yetishmovchiligi, D vitamini yetishmovchiligi. Har yili o'zingizni vitamin bilan ta'minlab turishingiz kerak. Bundan buyon polniy har yili qishda vitamin, kalsiy, D3, omega shularni ichib yurishingiz kerak bo'ladi va hasip, qazi-qartilar, qorinlar, kalla pochalar ularni yeyish kerak. Sammi sizlarga suyugilarga, etinglarga, terilarga, kuchinglarga, energiyalarga ularni to'yintiradigan narsa bu o'zimizning tabiiy zo'r, shirin, suyli sho'rvalar, xolodeslar va hasip shularni ko'pchilik уже yeyishdan chetlangan. Halimlar mana zo'r ovqatlar. Eng tabiiy mazali kollagenga boy tabiiy kollagen va juda ham sizga kerak bo'lgan har bir quvvatni beruvchi ovqatlar. Nimaga energiyang ko'p, charchamaysan kechgacha ham deyshadi. Ko'pincha men faqat shunaqa narsalar yeyman. Mani yonimda yuradigan o'quvchilarim, shogirdlarim Yandexdan normalniy shirin ovqat zakaz qilib yeyish mumkinligini o'rganishdi. Yandexdan o'ylashadiki, faqat lavash, burger, har xil narsalar yo'q, svejiy salat va svejiy halim, hasiplar, sho'rvalar zakaz qilib yeyishimni ko'rib, ular hayron qolishdi. Odamlar o'ylaydiki, poзвоночник faqat oldiga, orqaga qimillaydi mana. Oldiga, orqaga qimillash kerak deb o'ylashadi, lekin poзвоночник bunaqasiga ham qimillaydi. Poзвоночниgingizni o'rtasida yo'g'on o'tgan tomir va suyuqlik qanchalik harakat kamligidan, vitamin yetishmovchiligidan qotib qolar ekan, bitta egilib, резкий нагрузка qilib, noto'g'ri ko'tarilganingizda poзвоночникni mana bo'g'im poзвоночникning orasidan suyuqlik puq etib chiqib qoladi-da, o'sha narsa keyin og'riq berib yuradi, polniy so'rilolmay. Lekin siz harakatsizlikda davom etib ketaversangiz, faqat og'riq qoldiruvchi dorilar bilan o'zingizni ta'minlab yursangiz, vaqtinchalik og'riq qoldiradi, lekin qanaqadir suv sezganda yoki yana ozgina og'ir ko'targaningizda u zamekach qilib sizga og'riq beraveradi. Даже yonidan bola chiqaradi. Уже poзвоночникka pastidan chiqdimi, уже tepadan chiqishga rivojlanib ketib qoladi. Bo'yinni tepalaridan chiqishi. O'sha narsani o'zingizlar ta'minlab berasizlar. Shuning uchun eng yaxshi ovqatlarni yeyinglar, eng yaxshi vitaminlarni har yili ichinglar, harakatni oshiringlar. Bunaqasiga ham poзвоночниga yonlamachi bo'lsa ham trenerlarga ham maslahatim shunaqa ishlaylik klientlar bilan. Va jononalarga tavsiyam, har doim harakatda bo'linglar, vitaminni ichinglar. Eng yaxshi kollagenga boy shirin ovqatlarni iste'mol qilinglar. Poзвоночникlarning o'rtasidagi suyuqlikni, suyuq chiroyli maromida yosh olib yurish o'zingizlarning qo'lingizda.